Salom hammaga obunachilar. Bugun biz kreativda uy qurishni xohlaymiz. Buning uchun defaultni bosib, kreativ bosib qo'yamiz. Voy, shuni ham bosa olmayapman. Sal o'tib turardi bu. Mana qo'ydi. Kreativda uy quramizda, o'shanda xohlaganimizni qilaveramiz. Uning uchun men ungacha qurguncha hamma gaplashib turursa bo'ladi. Obunachilar, men joy izlovdim, sal uzoqroq bo'ldi. Mana shu yerda narsa quraman, undan keyin do'stim bilan deb qo'yaman. Ukam bilan shu joyda, mana shu joyda quramiz. Obunachilar, shuncha payt to'xtatdim. Uyimni ko'rsataman hozir. Uyimni ko'rsatsam shuni ko'rasizlar. Va mana obunachilar, sehrlash kitobi mana turibdi. Men hammasini quryapman, ulguryapman. O'zimning xonam esa ukam xonasi bo'lgan, unga yaxshi yoqadi. Men hozir poyezd yo'l quraman. Shundan keyin zo'r bo'ladi. Hozir men poyezd yo'l quraman. Hozir qanaqa yo'l qursak ekan? Birinchisi oddiy yo'ldan boshlanadi. Oho. Bu lekin kerak emas, o'rniga buni qo'yamiz. Keyin yoniga blok oltindan qo'yamiz. Buni shu bunaqa obunachilar. Hozir men qurib olganimdan keyin boshlanadi. Va boshlandi. Bunisiga mana shuni qo'yib qo'yamiz. Bunaqasi. Men adashib ketdim. Obunachilar, hozir men bunaqasi qilamiz va keyin bunaqasi, bunaqa va bo'ldi. Mana hozir nimadir xato qilyaptim shekilli obunachilar. Hozir men mana shu yerda o'zim quradigan narsa bor. Mana shu yerda esa bu. Hozir men mana shu yerda mana obunachilar, shu joyida kommentariyaga yozib qoldiringlar. Uymi poyezd zo'rmidi? Uy yoqgan bo'lsa like, kommentariya. Poyezd yoqgan bo'lsa obuna bosib qo'yinglar. Poyezdni men qurayotgan paytim o'zim uchun quraman. O'zimga yoqsa mana bunaqasi bo'ladi. Bu bunaqasi. Mana endi bunda. Keyin bunaqa. Keyin yana bunaqa ketaveradi. Keyin bunaqasi boramiz. Keyin
bunaqasi, 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 keyin bunaqa. Mana obunachilar. Keyin shu poyezni qurib olganimizdan keyin qanaqa poyez yoqganini aytasizlar. Men uchib ko'raman, keyin ko'rasizlar, sizlar ham shuni qaytarib ko'rasizlar. Hozir men mana shu poyezni quraman-da. Bu keyin shuni ukam kelib uchib ko'rsa, o'ziga ham yoqadi. U ham Minecraft o'ynaydi, Minecraft yaxshi ko'radi. Faqat u so'kinuvchi. Bunaqa, bunaqa, bunaqa. Bunaqa. Bunaqasi, bunaqasi. Va bunaqasi obunachilar. Bunaqa, bunaqa, bunaqa. Bunaqa, 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 bunaqa. Va bunaqa, bunaqa. Hozir mana shu joyida devor quramiz. 1 2 3 ketdi. 1 2 3. Mana obunachilar shu yerga bunaqa qo'yamiz. Bunaqasi zo'r ketdi. Kimga yoqgan bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Men shuni qurganimni ikkinchi qismini ham ko'rsataman. Bunda tez ketadi, faqat bu poyezni tez qilaman. Juda tezkor poyezda hamma harakatlanadi. Bunaqasi yarimta blok bunaqa. Bunaqa bo'lsa, hozir biz shu joyda kommentariyga yozib qoldiringlar deyapman. Obunachim 100 ta bo'lishi kerak. 100 taga yaqin kelyapman. Men 100 taga yaqinlashyaptim sekin-sekin. Qarasam obunachilar yana kamayapsizlar. Birinchidan bittasi qo'yadi, bittasi qo'ymaydi. Shunaqa ketdi. O'ynayapti meni obunachilarim hozir. O'zlari yutaverdi. Haligacha obunani qo'yishmagan. Kimga yoqyapti shu meni poyezim? Men uchib ko'raman. Kimga yoqgan bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Undan keyin biz 2 kishi bu shu poyezni quramiz yaxshiroq. Men hozir mana shuni mana bunaqasi qilamiz. Mana 1 2 3. Oyog'i bunaqa. Bunaqasi ketadi. Keyin bunaqasi. Keyin yana bunaqasi. 1 bunaqasi. Mana endi bu poyez yaxshi ketyapti. Kimga yoqdi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Shu poyezni qurganimdan keyin esa like ko'proq 100 ta like. Keyin esa 41 ta obunachi kerak menga. Men to'plab hammanglar zo'rsizlar, faqat obuna bosib qo'ymayapsizlar. Obunani bosmayotganlar chichqoq deb qo'yarman.
Kim ko'rgan bo'lsa, mana shu video chiqsa, hozircha 10 minut birpas yana pauza qilgim kelyapti. Ko'ramiz. Mana. Oylar davomida obunachilar kamayapti deb qo'yardim. Keyin sizlar obuna bosib qo'ymayapsizlar. Shunaqa desam qo'ymaysizlar, bilaman. Mana. Poyezd zo'r chiqdi, faqat bitta narsa qoldi. Ishqilib yaxshi ko'rdimmikan? Oxirgisi qoldi. Qani uch ko'ramiz. Va keyin mana endi boshlaymiz. Bunaqasi. Endi uch ko'ramiz obunachilar. Mana endi qo'yamiz. Bunda qani ko'ramiz. Bu poyezd qanaqa xotir ekan? Yaxshi. Kimga yoqdi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Voy. Bu yerga ana qizil fakkelni qo'ymabman. Esimdan ham chiqibdi. Voy, ozgina yana boshidan boshlaymiz. Yaxshiroq quraman hozir. Salgina buni qo'yib qo'yamiz. Qani obunachilar ko'ringlar. Hozir men shuni urib ketishim kerak, zombini. Poyezd hozir. Faqat sekindi bo'ladi. Voy. Shu qishloqlarni ham qishloqiga ham asalim mana. Chiqarib yana chiqmaydimikan? Yana boshidan o'tyapmiz. Chiqarib yana boshlamasak bo'ldi. Poyezd menga lekin yoqdi. Faqat urinmasam bo'ldi. Poyezd qaranglar cho'kdi. Va hammaga xayr obunachilar, keyingi qismni o'tkazolmanglar va sizlar bilan o'zimizni oltinda aytaman-ku, bolacha YouTube bilan ko'rishganinglardan xursandman. Hammaga xayr.